Turmush o'rtog'imning tug'ilgan kunlari munosabati bilan oilamiz bilan birga Disney Springsda ajoyib vaqt o'tkazdik. Bu kun biz uchun juda muhim edi. Chunki nafaqat oilamiz, balki yaqinda O'zbekistondan kelgan aziz do'stlarimiz ham bizga qo'shildilar. Birgalikda bolajonlarimiz bilan Disney Springsning sehrli muhitida sayr qildik, dam oldik va umr bo'yi esda qoladigan lahzalarni yaratdik. Bu yerning har bir burchagi hayajon va quvonch bilan to'la. Bolalarimizning kulgilari, do'stlarimiz bilan suhbatimiz va turmush o'rtog'imning xursandliklari bularning barchasi bu kunni juda maxsus qildi. Disney Springs nafaqat bolalar, balki kattalar uchun ham ajoyib dam olish maskani ekanligini yana bir bor isbotladi. Bu Reelsda bizning baxtli lahzalarimizni sizlar bilan ham baham ko'rmoqchi bo'ldik. Oilaviy baxt, do'stlik va sevgi bularning barchasi bizning hayotimizni go'zal qiladi. Agar siz ham Orlando yaqinida bo'lsangiz, Disney Springsni sayohat qilishni unutmang. Sizning oilaviy dam olishingiz qanday bo'ladi? Disney Springsga borganmisiz? Bu joyda eng yoqtirgan lahzangiz qaysi edi? Izohlarda sizni kutaman. Keyingi Reelslarimda uchrashguncha xayr!